Iye, dada. O'g'lim. Keling, keling. Assalomu alaykum. Keling, assalom. bering menga. Bormisan, omonmisan? Tavba. Voy dadajonim ey. Assalomu alaykum dadajon. Vaalaykum Bormisiz, assalom. omonmisiz? Rahmat, bormisan? rahmat. Omon eson, yaxshi Tinchmisan? keldingizmi dada? Omonmisan? Omonmisiz? Ish qilib yaxshi Bey, keldingizmi? menga qara. Ha. Haliyam g'aflat bosib yotibsanlarmi? Kun Yo'q, peshin nima bo'ldi. deyapsiz? Allaqachon turganmiz. Ayam yaxshimilar? Aka ukalarim, singillarim, hammasi sog' salomatmi? Ha, hammasi sog' salomat. So'rab yuborishdi. Omon bo'lishsin. Qani bu yoqqa o'ting, oyog'ingizni yeching. O, bo'lsiz ey. Xush kelibsiz dada. Rahmat. Ha, bu ovora bo'lib nimalar ko'tarib yuribsiz? Onangni ataganlarida. Ey, menga qara, o'zing, bolalaring, kelin yaxshimi? Husanboy qarsillab, tarsillab yuribdimi? Xudoga shukr, hammasi yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Ko'rib turibsan-ku, tifrodan tashqarida yuribman-da. Ha, durust. Buyursin o'g'lim. Rahmat. Qiynalmasdan topib keldingizmi? Ha, o'g'lim, so'rab surishtirib topib keldim. Qani marhamat. Durust. O'tiring dada. Ilohi omin. Qani ilohi. Tansihatli xotirjamlikni bersin. Mana shu yangi uylarda to'p qo'yib, palak yozib, o'zingdan ko'payib yuravergin o'g'lim. Allohu akbar. Xush kelibsiz dada, xush Xushvaqt kelibsiz. bo'l. Yo'lda charchab qolmadingizmi? Yo'q. Bu oshna og'aynilar, qishloqdagilar hammasi tinchmi? Hammasi tinch. Sog' salomat. Rahmat. Yaxshi o'tirishibdimi? O'tirishibdi, rahmat. Iloyim, umringiz ziyoda bo'lsin dada. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin dada. O'zi ayam bilan sizni juda ham sog'inuvdim. Aytganday, ayamni nega olib kelmadingiz? Hamma narsa o'z vaqtida-da, o'g'lim. Ha, to'g'ri. Mohiraxon, Labbay. dadam keldilar. Tezroq harakatingizni qiling. Voy, hozir. Qani asal qizlarim, darrov tiringlar. Oyi, yana ozgina uxlaylik. Hozir turaman. Buvanglar keldilar. Voy, rostdanmi? Buvajonim keldilar, yashasin. Buvajoning sizlarni sog'inib ko'rgani kelibdilar. Qani darrov kutib olaylik, tiringlar. Husanjon. Qani tirchi, tura qol. Buvang keldilar. Kim? Buvajoning keldilar. Qishloqdan senga yong'oq, mayiz, shirinliklar ko'tarib kelibdilar. Darrov turib kiyimlaringni kiygin. Yuzingni yuvib, salomlashgani kir, xo'pmi? Uyg'ondingmi? Tur. Shaharda ishlar bilan ovora bo'lib, sizlarni yo'qlay olmayapman. Endi o'zidan qolar gap yo'q, xizmatchilik. O'zi juda ham sog'ingandim. Lekin kelganingiz zo'r bo'ldi-da. Faqat dada, mendan xafa bo'lmanglar. Yo'q. Tushunaman seni o'g'lim. Xafa bo'lmaymiz. Faqat sog'inamiz xolos. Bola chaqalaring ko'paygandan keyin ularni yo'qlab kelish biz uchun ham farz, ham qarzda bo'lib. Biz sen bilan faxrlanamiz, bolam. Rahmat dada. Sog'ingan paytlarimizda televizorda ko'rib, ko'nglimiz taskin topadi. Katta shaharda omon eson yurgan ekan deb xursand bo'lamiz. Biz sendan hech ham xafa emasmiz, bolam. Rahmat dada. Iloyim, umringiz ziyoda bo'lsin. Baxtimizga omon bo'ling. Bilasizmi dada? Shu ayamni yopgan nonlarni isi boshqacha bo'lardi. Juda qumsayman-da. Ha, o'g'lim. Onang endi qarib qoldi. Endi non yopish kelinlarni zimmasida.
Dadajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom qizim. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Uy ichida tinchmi? Rahmat. O'zingiz sog'laringiz yaxshimi? Rahmat. Mana ko'rib turibsiz, obkayman. Baxtimizga doim mana shunaqa sog' bo'lib yuring, dadajon. Rahmat. Oyijonimni ham olib kelmabsiz-da? Kelinjon, tegirmon navbati bilan deydilar. Ha, endi mana biz keldik, keyin oyis keladilar-da. Uyni ro'zg'or ishlari bilan band bo'lib qoldi. Ha, endi uyda ham uni qil, buni qil deydigan chakaga ochiq javraqa ham kerak bo'ladi-da. To'g'ri aytasiz, dadajon. Bu Huson to'polon chiqani, ha? Uyg'otdim. Bolalar hozir chiqishadi. Uyg'otmasangiz bo'lardi-da. Dada, Husanjon televizorni hamma dasturini tugatib, undan keyin uxlaydi. O'ziga o'xshabdi-da, ha? Voy. Yo'q, unaqa demang dada. Otasini bolasi bo'pti-da. Tong otguncha bayram kunlari televizor ko'rib chiqardi. Televizorda chiqadigan hamma san'atkorlarning nomini bilar edi. Ularning nomlarini tirnog'iga yozib olgan deb kulishardik. Dadajon, aytishadi-ku o'zi, bo'ladigan bola boshidan ma'lum bo'ladi deb. Endi dada, otlar bosmaganni toylar bossin deyman-da. Barakalla o'g'lim, barakalla. Dadajon, Labay. choyni shu yerga olib kelaymi yo xon taxti atrofida o'tiramizmi? Oyog'ini uzatib o'tirishga nima yetsin-a? Xo'p bo'ling. Voy Huson polvon, yaxshimisan, tinchmisan, omonmisan? Katta yigit bo'ldingmi? Obbo toychog'im ey. Voy, juda katta bo'lib ketibsan-ku, ha? Barakalla, barakalla. Barakalla, barakalla. Assalomu alaykum buvijon. Voy qizalog'im, voy oppog'im, voy shakarim, voy asalim. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Katta qiz bo'lib qolsan, u bolam. Alo? Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mohiraxon, meni tanidingizmi? Ha, tanidim. Yaxshi yuribsizmi? Rahmat, xudoga shukr, rahmat. Bolalaringiz yaxshimi? O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. Mohiraxon, sizga bir iltimosim bor edi. Labbay, qulog'im sizda. Haligi bugun Alisher haydovchi boradi. Shundan 50 metr chit, 40 metr adras, 20 metr kreditini olib jo'natib yuborsangiz, juda ham yaxshi ish bo'lardi-da, o'rtoqjon. Voy, jonim bilan. Voy, aylanib keting sizdan. Mayli Mohiraxon, xo'p o'rgiling. Men pulni Alisherdan berdirib yuboraman. Bo'ptimi? Xo'p. Voy, aylaning sizdan. Xo'p, sog' bo'ling. Mayli, xayr. Assalomu alaykum buvajon. Asal qizim. Sizni sog'inib ketdim-u. O'zim buvajonim. Buvajon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Buvim, amakilarim, ammalarim hammaligi yaxshimi? Hammasi yaxshi. Qop salom yuborishdi. Voy, shunchani ko'tarib keldingizmi? Iya, hali kuchim bor. Yelkamga tashlab ko'tarib kelaverdim.
Dada, nima olib keldingiz? Bog'ni mevalardan olib keldim. Senlarning nasibalaring-ku. Qurt olib keldingizmi? Qurt olib keldim, qurt. Menga beradi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Albatta, albatta. Qoch. Bobojon, necha kun turasiz? 3-4 kun turaman. Qizim, 100 ishim kun bor bu turing, yerda. 100 kun turing, Yo'q, 100 kun tursam bo'lmaydi. Bu ish onib qoladi. Olib kelamiz. Ha, olib kelamiz. O'shanda 100 kun turaman-da. voy Oyijon, nima ish qiling? idishlarni yo'q qizim Xo'p bo'ladi. Qurtning ko'pini menga bering. Qurtning ko'pini menga bering. Hop. O'zimni bobojonim. Voy. Ha, omon bo'l, polvon. Omon bo'l. Bolalaringni umri bilan, rizqi bilan Ilohim. bergan bo'lsin. Ularning to'ylarini ko'rib yurgin. Allohu akbar. allohu akbar. Rahmat, xush kelibsiz dada. Aytganingiz kelsin, rahmat. xush kelibsiz dadajon Baraka toping. Oyiz yuborgan mevalardan olib keling. yuvib tayyorlab qo'ydim hozir Ha, olib omon kelaman bo'ling. Qani dada, choydan iching. Rahmat. Husanboy o'g'lim, siz ham choy ichasizmi? Ana. bog'imizni mevalaridan Baraka ekan. toping. Bu dada o'zimiz bog'dan bular? Esingda bormi? Ha, hammasi esimda. Qani dada, oling. Behi ham olib keldingizmi? Behi yo'q. Nok, Ha, nok. mevalardan olinglar dadajon shuncha uzoq yo'ldan shuncha og'ir yuk ko'tarib keldingiz Kelin, bog'imizni mevalaridan, nevaralarimiz nasibasi oyiz ilinib yubordilar-da. iloyim oyijonim mingga kirsinlar Ha, yashang. Rahmat. Omon bo'ling. Salomat bo'ling. Qani ol. Mevalardan ol. Olib keling. Ana. Dada, Ha? endi buni o'zingiz sindirib berasiz. Yo'q. O'zing ushat. Uyiga sensan. Sindir. Rahmat dada. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qani dada. Rahmat. Marhamat. Rahmat. Oling. Bo'ladi. Husanjon, Husanboy, ol bolam. endi oshna harakatini qilaveringlar. dadasi Ha? bugun osh qilmaymiz Nega? bugun dadajonim yaxshi ko'radigan gulxonimlarini qilib beraman yumshoq qilib olib Gulxonim yeymiz. Ana. Husanjon ham gulxonimni yaxshi ko'radi Rahmat kelin. mayli yaxshi Baraka o'tiringlar top. kamchiliklar bo'lsa aytarsiz xo'pmi Qani oling dada. assalomu alaykum Alaykum keling yopa assalom. Yaxshimisiz Mohira? Rahmat, Yaxshi Xudoga yotibdi shukr. deylarmi? rahmat Haligi 9-qavatdagi Vera opa boru. ha esladim O'sha kasalxonaga tushib qolibdi. voy bechora ey Ana shunday paytlarda yolg'iz ayollarga rosa og'ir bo'ladi-da. Bolalarini hammasi uzoq yurtlarga ko'chib ketgan. Onasini holidan xabar oladigan birorta kishi yo'q. qiyin bo'pti ya Ha, endi meni chiqqanim bir kosa ovqat qilib qo'ysam. Agar vaqtingiz bo'lsa, mashinangizda g'izillab больницаga borib kelsak. Vera opani ko'ngli tog'dek ko'tarilardi-da. voy jonim bilan olib borib kelaman Voy. opajon Aylanay sizdan. Kasalni yo'qlamoq juda savob ish. Mahalladagi ayollarga ham aytaman, navbatma-navbat borib turishadi. Bo'lmasam ishdan bo'shashingiz bilan menga qo'ng'iroq qiling, bo'ptimi Mohiraxon? Xo'p, opajon. Bo'pti, Xo'p. sog' bo'ling, yaxshi borib keling, xo'p bo'pti. rahmat Oling dada, oling. Oling. O'g'lim, Labbay? ishingga shoshmayapsanmi? Yo'q dada. Ishim soat 10 dan boshlanadi. Ertaminam bemalol boraman degan. Ha. Menga qara. Agar vaqting bo'lsa, meni ma'rifatga, haligi kamolatga olib borib qo'ygin. Yana o'sha maktab qurilishi muammosimi? Mahalliy rahbarlar, hokim, fermerlar qulog'iga paxta tiqib olishgan. Eshitishni xohlashmayapti. Endi bu yog'iga o'zlaridan ko'rishsin.
qishlog'imizdagi hamma odamlarga qo'l qo'ydirib ariza yozdirib keldim. Arizani o'zim ro'yxatdan o'tkazib, o'zim topshirib ketmoqchiman. Demak, dada, siz menga ham ishonmaysizmi? Yo, senga ishonaman. Faqat boshingni tashvishga tiqmay deyman-da. Kamolatga olib borib qo'ysang, bir dardimni yengillashtirgan bo'larding-da. Mayli, dada. Siz uyda dam olib turing. Men tushdan keyin kelaman. Keyin sizni o'zim olib boraman. Sen ovora bo'lib yurma, bolam. Falon joyga borib turing deb telefon qilsang, o'zim o'sha yerga borib turaman. Mayli, dada. O'ylab ko'ramiz. Endi dada, menga bir duo qilsangiz, ishga boray. Amin. Yo'ling Ilohim. bexatar bo'lsin, ishingni omadini bersin. Allohu akbar. Allohu akbar. Yaxshi o'tiring, Xo'p, zerikib mayli. qolmang, xo'p? Boram, yaxshi borki. Ha, omon bo'l. Doda, Ye. Asalim, Doda. labbay. men-chi musiqa maktabiga boryapman. Chalib Shunaqami? beraymi sizga? Chalib Xohlaysizmi? berasanmi? Hozirmi? Barakalla qizim. Omon bo'l, omon Rahmat. bo'l. Chap tomonni yorug'roq qiling sal. Yana yorug'roq. Sen bu tomonni yoritgin. Ikki yoqqa baravar tushsin. Endi kamaytir. Ozgina kamaytir. Ha, ana bo'ldi. Mayli Gulnoz, xayr. Charoz, Siz o'zi o'qiysizmi, yomani ketimdan ergashib yuraverasizmi? hammasiga ulguraman. Ham o'qiyman, ham ishlayman. Ha, qayerda ishlayapsiz? Restoranda boshqaruvchiman. Voy, umuman qo'lidan ish kelmaydigan, kechagina qishloqdan kelgan bolani kim ish boshqaruvchi qilib olardi? Restoranning xo'jayini Ahror aka. Dadamni kursdoshlari bo'ladi. Ishonmayman. Ye, ishonmasangiz bugun boringlar restoranga. Siz bilan restoranga boraman deb o'lib turganim yo'q. Keyin tanish bilishlar ko'rsa nima deb o'ylashadi? Charoz, men bilan yaxshi muomala qilmasangiz, orqangizdan ergashib yuraveraman. Voy, nimaga men o'zim yoqtirmagan kishim bilan gaplashishim kerak? Yana institutga kelib boshimni qotiradigan bo'lsangiz, dadamga aytib beraman. Charoz, to'xtab tursangiz-chi. Menichi sizga zo'r gapim bor. Yuring, yuravering dada. Voy, Kamolot mana shu binoga joylashgan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu yoqqa yuring dada. Sekin shoshmasdan chiqavering. Bularning osmonda o'tiradimi, o'g'lim? Ha, dada, boshqa qavatlarda o'zga idoralar ham bor. Ehtiyot bo'ling. Sizga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Yaxshi gap bilan qo'ynimni puchyoqqa to'ldirib, chiqarib yuborganlar ham ko'p bo'ldi, o'g'lim. Yoshlarni taqdiriga mas'ulmiz axir. Mahalliy hokimiyatga yozib, masalani ijobiy hal qilishlarini so'raymiz. Qolaversa Kamolot yoshlar manfaatini himoya qiladigan tashkilotlardandir.
Ular yaxshi gapga tushunishmaydi. Ularga buyruq berish kerak. Mana shu ishlarni qilasanlar deb tepalarida turish kerak. Otaxon, yaxshi gapga ilon inidan chiqar degan gap ham bor. Hozir yaxshi gapga ilon inidan chiqmay qoldi. 10 yildan beri yangi maktab qurdiraman deb yuguraverib 10 ta kavushimni tovoni teshildi. O'zi aslida odamlarni orqasidan shikoyat qilib yurishni yomon ko'raman. Lekin na iloj. Markazga keldim. Butun umidim sizdan. Yoshlarni hayoti bilan qiziqayotgan, ularni komil inson qilib tarbiyalashga harakat qilayotgan Kamolotdan. Otaxon, gapga juda ham usta ekansiz. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Yigit kishini lafzi halol deyishadi. Lafzingizga ishonsam bo'ladi, o'g'lim. Yordam Xo'p, beramiz. rahmat. Salomat Sog' bo'ling. bo'ling. Marhamat. Qani? Assalomu alaykum. Salom. Yaxshimisiz? Dadam sizni qiynab qo'ymadilarmi? Yo'q. Yuzing ko'zing bormi demay, cho't kesar odam ekanlar o'zi ham. Endi bu bizni dadamiz shunaqalarda endi. Ha, o'zim ham dangal odamlarni yaxshi ko'raman. Qani marhamat. Rahmat. Yuringlar. Qishlog'imizda suyaga qotmagan murg'ak yosh bolalari 4 kilometr uzoqlikdagi eski Dahaya qishlog'idagi maktabga qatnaydi. Bechora bolalarga hech kimning rahmi kelmaydi. Qayerga borma, otangga bor, onangga bor deb o'rtada maktab bitmayapti. O'lmang ota, o'lmang. Ha, ishni boshlayveringlar. Ha, bizlar ham qishloqni oyoqqa turg'izib, hashar sifatida yordam beramizsak, yo'q. Quloqlarni kir bosgan, yuraklardan taft qochgan. Mardlik yetishmaydi. Xudo xolasa, biz qariyalar maktab bitmaguncha o'lmaymiz. Murodingizga yeting ota. Sizlardek yuragida o'ti bor, shijoati zo'r otalarimiz bor ekan, yukimiz yerda qolmaydi. Yuz ko'zingizdan yaxshi odamga o'xshaysiz. Sizga ishonsak bo'ladimi? Yigitlik so'zim. Qo'ldan kelgan hamma yordamni beramiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p, qani o'g'lim? Rahmat Yaxshi sizga. bo'linglar. Sog' bo'ling. Ha, bolam, ana ish bitadigan bo'ldi. Bu ishingizni o'zim ham qilardim. Yo'q o'g'lim, o'zim kelmasam Tirib bo'lmasdi. tinchimagan odamsiz-da, dada. To'g'risi bu yigitingga ishondim. Qani? Ish qilib so'zini ustida turarmikin? Xavotir olmang, dada. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Madina. Tunov kungi xotin qishloqdan yana telefon qildi. Mana shu matolarni ipodromdan olib jo'natib yubor, iltimos. Oldingidek kamomad chiqdi deb tuhmat qilmasmikin? Har kim qilsa o'z vijdoniga havola. Asosiysi sen o'zingga to'g'ri bo'lsang bo'ldi. Mayli. Xayr. Meni yo'qotadigan amalim yo'q. Yolg'iz Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqadigan joyim ham yo'q. Biror bir yumushga qo'l ursam, uni nihoyasiga yetkazmaguncha ko'nglim tinchimaydi. Dada, demak mendagi qaysarlik sizdan o'tgan ekanda. O'g'lim, ey, o'z maqsadingga erishishing qaysar bo'lmasang bo'lmaydi. To'g'ri, dada. Yo'qsa bukib qo'yishadi. Bukilsang, egilsang, asl qiyofangni yo'qotib hech kim bo'lmay qolasan. Kim nima desa, fikriga qo'shilib ketaverasan. O'zingni, o'zligingni yo'qotasan. Bu dunyoda qiyofasiz odamdan dahshatli narsa yo'q o'g'lim. Ko'zga ko'rinmaydigan mayda odamga aylanib qolishdan Xudoyimni o'zi asrasin. Qoyilman, dada. Qani uyga ketdik. Yo'q. O'g'lim, men qishloqqa qaytaman. Qiziqmisiz, dada? Ota bola ikkimiz tonggacha yotib, miriqib gaplashaylik endi. Seni uyingda, shaharning shovqinida nima qilaman? Qishloqqa ketaman. Tuproqni hidi anqib turgan qishloqdan ayirmasin. Dada, juda bo'lmasa, nevaralaringiz bilan xayrlashmaysizmi? Boshqa kelaman o'g'lim. Xafa bo'lma. Xo'pmi? Halabay. Amma yaxshimisiz? Men Shokirman. Tanidim. Mehmonlar bormi? Ha.
pochchayni dadalari kelganlar. Ha, osh qilarkansizda. Yo'q, bugun osh emas. Bugun Gulxonim qilyapman. Ke, yeb ketasan. O, xonim, meni jonim. Voy, yoqmay ketsin. Boraman. Bo'pti, tezroq kel. Xo'p, xo'p. Keldingizmi Aziz aka? Dadam kelmadilarmi? Tor uyda siqilib qolaman deb ketib qoldilar. Voy, nimaga ketadilar? Xayrlashmay-a? Voy, dadam tushmaguray. Men yaxshi ko'rgan ovqatlari yumshoqini Gulxonim qilib qo'yuvdim. Essizgina-ya. Buvam, darrov ketdilarmi? Dada, nimaga ketadilar? Ey qizim, qizim. Hayot o'zi shunaqa. Sen kimga zor bo'lsang, o'zini aziz qilib intizor qiladi.